Tak, mujiki, hello guys, nima gap o'zinglarda qora ko'zlar, tinchmi charchang, sizlarni hadangda o'sha biz shaha kaksigida jigarlar, sizlarga bitta yomon xabarim, bitta yaxshi xabarim bor. Yomon xabarim, sizlar bilgan Sidi shaha YouTube kanalim 192 mingtalik banga kirib ketdi. Ya'ni qanday umuman ochilmaydi bo'ldi, shu bilan tugadi u YouTube kanal. Mana sizlar ko'rib turgan kanallaringiz new kanalim maksimal podдержка qilasizlar degan umiddaman. New kanalda birinchi prankam, Xudo xohlasa inshaalloh bu kanalni ham 100 ming 200 mingtadan oshiramiz. Mana shu yilda o'zida 100 ga bo'lish niyatim bor. 26-yil. Masalan, boshqa yil 27-28 ko'rayotganlar esingizdan chiqmasin. Xullas bugun bu kanalda videomiz prank bo'ladi. Ancha ko'pchilik kutgan, ko'pchilik sog'ingan prank. Ko'p gapirmasam videoni boshlayman. Xullas mana bola ukam endi to'g'risi o'zimning akkauntimda o'ynayapti, ikkinchi akkauntda. Pastdan o'ynab yuradi desa bo'lar, arendaga qo'yilgan akkauntda. Короче, bitta qiz topganman aka dedi. Yoshi kattaroq, xarakterchasi normalniy, спокойный qizcha. Qani aka bitta shuni o'rashga harakat qilib ko'ring dedi. Bo'ldi, go dedim. Ovqatlanayotgan, yaxshilab joylash, ovqatlanayotganlarga yoqimli ishtaha tilagan holatda ko'p gapirmasdan videoni boshlayman. Yaxshilab joylash bo'linglar. Videoga bitta dona like-chani bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin mushki. Qani ketdik, go. Ana kelinchak. Alo. Bu nimaga? Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Yaxshi, o'zingichmi? Ha, yaxshi. O'ynayapsizmi aka? Da. Nima bo'ldi ana u Telegramda aytganingiz? Bitta qiz topganman deyatdingiz. Ha, shu aka, hozir onlaynda kiritilgan hozir. Bo'ldi shu. Xullas, o'sha qizga mendan yoshi ancharoq. Kim menga nima desam, kontent bu deb qo'ygandim. Bir sinab bermaysizmi aka? Pulga Ha. uchmayman degan. Pulga uchmayman degan akkauntda, lekin o'zimniki deb qo'ygansizda, shundaymi unga? Qo'yganman aka shu. Bo'ldi, pulga uchmasa qani ko'ramiz. Pulga uchadimi yo'qmi? Xafagarchilik bo'lmaydi, ha? Shu aka. Yo'q aka, bu shuni sinab bering bo'ldi aka. Bo'ldi, tamom, qo'shing. Videoga bitta like bosib qo'yamiz. O'zi anchadan prank qilmayapsiz. O'xshasa aka, Abdush ekan. Nasib bo'lsa birinchi kanalga birinchi prank bo'ladi inshaalloh. Podдержка qilib. Ha, o'zi ham keldi. Alo. Ferosh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'ynasam? Bu shahar o'zimi? Da, o'zim. Ha, o'zlari. Tinchmi, charchamaysizmi? Oo. Qalaysiz, shahar, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat, o'zingiz tinchmi, charchamaysizmi? Ishingiz bo'lyaptimi? Sekin. Yaxshi. Sizlar bilan o'ynaysizmi? Bosaveraymi bemalol? Ha, bosavering. Mujiki, chota gapirishlaridan boshqacha. Ha, chota ovozcha normalniy. Nima deysizlar, agar shu qizni urab qo'ya olsam, keyingi pranklardan ham olamiz o'sha qizni. Nima deysizlar? Video chalani. Lekin yoshi kattaroqqa o'xshadi. Даже menimcha yoshi kattagacha bir 98 2000-yil deb o'yladim bu kishini. Menimcha qizmas, endi ota bo'lsalar kerak. Ko'ramiz hozir gaplashib yo'q. Mujiki aytgandek, bu new kanal, shuning uchun bitta podpiskani ayamanglar, по-братски bitta dona like da bo'lsin, maksimal podдержка qilasizlar degan umiddaman. 200 mingtalik kanalda banga kirib ketgan bo'lsa ham qaytish yo'q. Oxirigacha kontentda bosyapman. Sizlardan faqat like, podpiska bo'ldi, tamom. Kommentda o'zingizlar fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Video qanaqa chiqdi, yoqdimi, ma'qulmi? Men aytgancha, shu videoning tagida bitta obunachimga Doğrasa 500 ta like versiniz, bitta obunachimga RP beraman ekan. Tekinga. Prosta kommentda. Nimaga omad. Bu
endi aytmoqchiyim. Lazer sizda jigar tashlang demoqchi edim. nima deysiz aka? Lazer sizlar tashlang demoqchi edim. Ishlaysiz nima bo'libdi? Nimadir biznes chala boshlaganman deyapsiz. Internetim ishlamayapti aka, ovoz kelmayapti ekan. Bizneslar boshlaganman deyapsiz. Aka ishlarim yaxshi ketyapti deyapsiz. Bo'ladimi ishlar? Rahmat aka. Nima evga chiqmading? Bilmadim. Ha, bu-da, bu. Yo'q, men bosilib ketdi. Aka, internetim ishlamayapti-da hozir. Ha. Mayli chiqsin. Amallaymiz yerdan ham. Gapni. Legendasizlar-yu, yo'rayapsizlar-yu. Nima bular o'zlarida gapirlarcha, yo'q, bu yoqdan zerikkandan men PUBG ga kirdim. So'g'dam nechi bizardim. Oho, 1.5 bo'ldi. Do'st emasam. Ikkita odam tushdi siz tomonga. Shoshilmang. Ismingizni bilmayman, Karlova. Erosh. Tepadami? Eroda. Ha, Iroda ismi. Da, tepada. Bittasi tushdi pastga. Yo'q, yo'q, odam bor. Odam bor. Pastga tushdi. Bo'ldi. Minus. Yopaman endi bu o'ynadik. Voy, yana tushyapti bular. Aboni botligini bilib tushyapti-da shular bo'ga. Mana bu yerda. Marked a location. Men aptek ko'ryapman. Tualetga o'tib oldi. Gap yo'q. Nice. Uka, ishlaysiz qanday bo'lyapti deyapman. Nimadirlar ishlar qilyapman dedingiz. Ko'rinmay ketdingiz PUBG'da. Shu hozir aka ishladi. O'qitlar bilan. Soqqan bosyapsizmi? Ha. Qachon bu aka Qashqadaryoga mehmon bo'lib kelasiz? Mehmon qilasizmi? Ha, aka kelsiz bo'ldi aka, qolgan o'zimizdan aka mehmon qilamiz. Oho, kaskalar uchdi. Bo'ldi. Nasib bo'lsa boraman. Yana to'g'ri. Yo'q, urdim. Ikkinchisidan urdim. Odam yana she'rlar. Хорош. Lekin mana bu Irodan yoniga odam tushganmizda. Irodan o'zi qatdi. Yo'q, qayerga ketib bordi? Duh vagon qizagan ekan. To'y qachon qo'yib? Buni qo'ying. Nima deysiz? To'y qachon? To'y debdi. Nasib bo'lsa yana keyin keldi aka. Nasib bo'lsa to'yingizda boraman. Chaqirmasangiz ko'rsiz agar. Aka. O'zim borib olib kelaman aka. Gap yo'q. Takrishim kerak emas o'zim. O'zim takrishni olib borib boraman-da. Jas chaqirmasangiz, nasib bo'lsa qizni chaqiraman. Iroda, nima deysiz? Chaqirasiz? Uzoq keladilar-ku, kelaverasizlar. Gap yo'q. Mashinaga o'tiring, sizam nozlanmasdan, bu. Mashina bilan kelmay o'ziga. Yaxshi, yaxshi. Ham siz tanimasdan qachondan beri tanisizlar? Men hozir birinchi marta kiryapman podborlazga. Anchadan beri o'ynaymiz. Purasini podborga kiritmayman. Ha, gap. Bexir. Nasibni oladigan qilsa.
Qizg'onatdi shaha. Ha, bilaman. Mana aytganmi sizga? Shaqa degan akam bor deb. Meni kut deganmi? Yo'q, yo'q, aytmagansiz. Kutda ko'ryapsizmi? To'yda tanishib olasiz. To'yda qanday tanishaman? To'yda sizlar tanishishga vaqtinglar bo'lmaydi. O'zinglar bilan o'zinglar bo'lasizlar. To'ydan chiqmam, vaqti vaqtinglar bo'lmaydi. Aniq qo'y. Kamida 3 To'ydan olingan bir mehmon. kamida 3 kun ko'rmayman to'yda sizlarni. 100% da. Ya, Iroda o'lmay tursangiz men hozir keldim. Antren ishlamayapti. Bo'ldi, tamam. Chat, короче, biz kutgan damlar kelyapti. Like'larni bosib qo'yinglar. Maksimal ang ko'ramiz. Nima bo'lar ekan bu yo'g'i? Eroda anchadan beri tanishmiz Sabu bilan. Bundoq Ha, bo'ldi. ha. Korobkadagi noting joni yo'q. Noting joni. Keldim ko'taryapti demak. Marked a location. Ha, mayli, buni otib qo'ya qoldim. Bu bola sizga nima ish qilaman deb aytgan? Excellent work. Bizneslarim bor degan. Hmm. To'g'risini aytsam, agar nima ish qilishini o'ziga aytmaysizmi? Prosta xafa bo'lib qoladi-da. Chiqib ketdilarmi? Da. O'shanga aytyapman-da. Yo'q, shunaqa bizneslarim bor degan. Bu bola qo'ldagi akkaunt kimniki ekanligini bilasizmi? Yo'q, o'ziniki-ku. Qanday? Nikiga e'tibor bering, mani akkauntim qo'ldagi. Prosta. Da, menda arenda kanalim bor. Arendaga qo'yib qo'yganman. Arendada olib o'ynab turadi har ondan sonda kechqurun. Sizlar ham kechqurun o'ynaydimi? Kunduzi vaqtim yo'q deb aytadi-da, shunda. Ha, shunaqa. Kechqurun yetmaganiga soat 12 dan keyin bo'lishadi, to'g'rimi? Ko'rasizmi, bilaman. Excellent work. Bunda xafa bo'lsa ham aytaman, prosta qiz bola aldash, noto'g'ri narsada borligicha aytish kerak. U o'zi Yo'q, lekin akkauntim o'zimniki deganda shunaqa. Akkaunt aytganingizni. joni yo'q, uring. Birinchidan akkaunt o'ziniki emas, arendada qo'yilgan bu akkaunt, arendaga oladi mendan har kun. Ikkinchidan bu bolada biznes, hech qanaqa biznes yo'q. U ofitsiantlik qiladi. Ofitsiant. Ha, bilaman, shu videolaringizni ko'rib turardim. Uy, krasavchik. To'xtang, o'tib olaman. Ko'tar. Qo'ldagi akkaunt ham arenda, hozir ham chiqarib olaman, bemalol. Aldatdi-da meni unda. Ha, endi prosta hozir to'y 1 yildan keyin to'ydan deganiga aytyapman-da, bunaqa narsa xato narsa-da. Well done. Bekordan lekin siz shahamas. Yaxshi o'ynarkansiz lekin. Da. Prosta muomalangiz yaxshi ekanda, spokойно gaplashasiz, shunga xarakteringiz yo'q qoldi, shunga aytyapman, mas boshqa qiz bo'lsa to'g'risi aytmasdim. O'zini ko'targan ekan bu. Aytsa. Aldanib qolmay- Bilmagandim men o'zini akkaunti emasligini.
Buniki emas, просто aldanib qolmang debman-da. Nice. Yana o'zingiz bilasiz, yo'qmi gaplashasiz, bemalol gaplashavering. Просто nohaqliklarga chidolmayman. Awesome. Unaqa yolg'on gapirish keragi yo'q-da. O'ziniki emas narsani o'zimniki deb. Shuda. Hajab boshida to'g'risini aytsa ham tushunardingiz-da. Sharoitim yo'q, shunaqa deb. O'g'il bolaga yarashmaydi-da unaqa ish. To'g'ri. Help. Oy. Tak, men o'zimga bitta partner izlab to'g'ri o'ylab ko'rmaysizmi? Agar u bilan gaplashaman desangiz, gapi gaplashavering. Bemalol. Jigarlar ko'p bo'lib o'lib qoldi hozir. Hozir to'g'rilaveramiz. Layklarni bosib turinglar. Alo. Ha, chaqiryapti. Qo'shmay turib, bitta gapirib olay sizga. Bermaydi. Uzr, kek qilib olganim uchun. To'g'risini aytish kerak-da, просто. Eroda eshityapsizmi? Ha, gapiravering. Qarang, atak xohlasangiz, mana hozir o'zini ham qo'shamiz. Qo'shmay turib 1 minut bitta gapimni aytib olay, xohlasangiz. Menda как раз hozir ko'rishingiz mumkin profilimga o'tib, men partner matro Lyubov birma bolalarim yo'q-da, garocha qiz yo'q menda. Xohlasangiz, mana bilan partner turishingiz mumkin. Kontent qilsam agar yonda turasiz, по-любому qizchalar kelsa agar mabodo gazni berishga-da как раз. Garocha men sizlar gaplashaman, gaplashmoqchiman, chunki muomalangiz chiroyli ekan, и plus spokойно gapiryapsiz, shuncha gapni eshitib. Yolg'on gap deganiga men hayron qolyapman-da. O'ziniki emas narsani o'zimniki deb. Shuda, u bunaqa odam bilan endi tasavvur qiling, boshidan hayotni yolg'on bilan boshlasa, keyinchalik nima bo'lishini bilsangiz kerak, chunki panatingiz menimcha yetyapti-da, sizga u aql o'rgatishim ham shart emas. Yosh bolaga o'xshamayapsiz-da. Da, shunaqa hozir hayron qolyapman yolg'on gapirganlarga. Shuning uchun hozir qo'shaman, o'zi kelishib oling, agar turaman siz bilan, gaplashamiz, ko'ramiz desangiz, baribir vaqtimiz bor. Kelisha olsak, kelishib ketamiz. Jonkam bo'lib berasiz-da. Odamlar havas keladi. Qo'shaymasa o'z gapingiz bo'lsa aytib yuborasiz-da. Agar uzr qo'sha olmadim, irodanizda gap bor ekanda. Antim ishlamas qoldim aka. Telefon kelib qoldi. Akamdan yegan aka. Ha. Durust olishing bering. Yo'q. Siz nima aldadingiz meni? Aldanma. Akkauntim o'zimniki dedingiz. Akkaunt o'zimniki-ku. Ko'rkamdan. Nima ekan? Shaharni akkaunti ekan-ku. Arenda o'ynab yurar ekansiz. Aytdim nimaga faqat kechasi kirasiz. Hozir shu gap bilan nima demoqchisan? Qanaqa bizneslaringiz yo'q ekan? Yo'q, bo'ldi. Meni ko'p deb tushunmanglar. Просто bu prank video o'zi aytdi bo'ladi. Aka, Hozir hamma narsa tugadimi shunda? Pulga tarqalyaptimi? Yolg'on gapirdingiz menga shuning uchun. Hop, pul narsani hal qilmaydi-ku. Yolg'on bilan- gapirish kerak emas edi. Rost gapirish kerak edi boshida. Boshida nima degan va'dalar berganding? Siz nima yolg'on gapirdingiz menga? Ay, la, mendan xafagarchilik Hozir bo'lmasin. erkak bo'lish kerak-da, unaqa yolg'on gapirmasdan. La, yomon streshni gaplar ekan, panatkasi zo'r ekan bu qizni. Shunda hozir ham to'yatmaymi? Yolg'on gapirayotgan odam bilan men qanaqa qilib Mayli.
Tavoga ekan sizdan kutmagan aka. Yo, Telefon kelib qolganda aka chiqib ketdi. yo, men eshitma yomon Shahani ish aybi yo'q. qilmadim. Shahani Просто aybi yo'q bu yerda. bu qiz yosh bola emasda, u xato narsa. Masalan, ya o'zim bilasizmi, men agar любой bitta qiz bilan gaplashsam, ochiqcha aytaman. Samaga yo'q agar masalan yoqmagan bo'lsa, просто mana kelib menga birorta o'zim bilasizmi, nechta qiz menga kelib gapiradi. Gap yo'q. Tanqid qilishim mumkin san bilan. Ortiqcha narsa mendan kutma deb ochiqchasiga aytaman. Bor narsani borligicha aytaman, bilasizmi? U simbolik siz bunga uylanaman degansiz, keyingi yil to'y debsiz bo'yab va asabim buzilib ketdi-da. Shuning uchun unga aytdim, ko'zingni och, bunaqa narsa emas, bunaqa deb просто aytdim, tamom, bir narsani ortiqcha lishni gap gapirganim yo'q, jigarmi? Mana u xohlasa o'zlari qo'llarida o'zlari fikrlari bor hamma narsaga. Bu narsa endi pulga tarqal bo'lyapti-da aka, pulga. Pulga tarqalyaptimi yo'qmi, unisi bilmadim, lekin bu kishini o'zlaridan ham miyalari bor, o'zlari fikrlari bor. Va masalan, taklif berdi, xohlasangiz va agar gaplashish niyatingiz bo'lmasa, dedim, Abu bilan dedim, xohlasangiz men bilan partner turishingiz mumkin. Mana Abuni o'zini yonida ayting, men bilan gaplashasizmi yoki yo'qmi, shunisini xohlasangiz ayting. Farqi birdan. Işte o'zi ham eshitsin-da, keyin tushunmovchilik bo'lmasin-da. Yo, men hozir yolg'on gapirganiga asabim buzildi-da. Bo'ldi endi tamom. Tugadi hammasi. Abu bilan bo'lgan kitob hozir yopilyapti, men bilan bo'lgan kitob ochiladimi endi? Shunaqa. Bo'ldi. Mani jonkam bo'lasizmi? Bu eshitdingizmi jigar? Men o'zlari aytibdi, men quloqlarga o'qiganim yo'q, boshqa narsa. Men qarang, men sizga hech narsa va'da bermadim, to'g'rimi? Men sizga akkaunt beraman yoki boshqa narsa beraman, hech narsa bo'lgani yo'q, to'g'rimi? Просто men o'zingiz fikringizni aytyapsiz, shunaqami? Menda lekin hech narsa umid ham qilmayman, oldindan aytyapman. Просто xarakteringiz yoqqani uchun men siz bilan gaplashmoqchiman, tamom. Shunga O'g'il rozimisiz? bolaga yarashmaydigan ish qildingiz-da, shuning uchun. Men lekin bunaqa yolg'on gapirmayman, Yolg'on gapir. borligicha aytaman. Abu menda xafagarchilik yo'qmi? Bu gapirolmayapti ham o'zi. Hop, bunaqa chiqib ham ketdi bu yetmaganiga. Qaytib kirdi. Yerda durza tashlab qo'yasiz menga, durzangiz yo'qmi menda? Durza tashlab qo'ying. Hozir endi men tanlamay Shah aka pul uchun o'tirsam, Pul uchun bo'lmayapti bu yerda gap. Inson просто qiz Pul uchun bolaga, bo'lgan yo'q, yolg'on gapirdingiz. qiz bolaga yolg'on gapirib, "Sibol uylanaman" deb hamma narsalarni bor deb aldash xato narsa. U oilani yolg'ondan boshlash juda ham katta xato narsa. Munosabatlarimiz boshidan yolg'on bilan boshlangan ekan, shu yerda to'xtagani ma'qul. Shuni ma'qul ko'rdim men. mayli aka, vaqtli bo'ling. Nimaga aka sizdan? Xafagarchilik bo'lmasa. Men o'zi noto'g'ri ish qilmadimmi yo noto'g'ri ish qilgan bo'lsam, bilmadim, lekin men просто bor narsani aytdim. Xarakterim shunaqa nima? Rahmat sizga. Rahmat sizga. Haqiqatda bo'ldim siz tufayli. Ko'zingizni ochganimdan xursandman. Rahmat. U bo'lmasa menda anchadan beri tanish u, lekin men lechni o'zimdan to'g'risi tan olaman. Ko'p qizlar bilan gaplashganman-da PUBG'da, lekin hech qaysiga men yolg'on gap gapirmaganman-da. Bor narsani aytganman. Masalan, yo'q qo'lni yaxshi ko'rib qoldim deb ham aytganlarim bo'lgan, to'g'risi, chunki gaplashgan ancha vaqt o'zidan xato o'tmaguncha men hech qachon отношения uzmaganman. Borligicha gaplashganman-da. Boshida bunaqa yolg'on gapirsa, tем более yosh qiz emassiz u. Menimcha o'zidan bilib normalniy bir понятga zo'r qizga o'xshaysa, to'g'risi gap. Shunaqa. Yosh bola bo'lsa-ki, qay bular детский понятga, детский любовьda yuribdi deb gapirmasdim-da. Mana ko'ryapman. Gapirishingiz joy-joyida-da bu narsa. Shuni ham aytdim-da. To'g'risi yosh qiz bo'lsa aytmasdim bu gapni. O'zlari kelishib ketadi deb. Rahmat sizga, hammasini bildim. Betgacha aldab yurgan ekanman.
Bo'ldi, xafa bo'lmang. Ko'nglingiz ko'taradigan yoningizda endi shaqa bor. Undan vash xafa bo'lmang. Uni tez unutasiz. Xavotir olmang undan. Andijon kam bo'lib qolasiz. Nasib bo'lsa. Bo'pti. Keyinroq gaplashamiz-da. Menga Telegramingizni tashlab qo'yasizmi ichiga? Hı. Bo'ldi. Bo'lmasa kech bo'ldi bizlarda, uyqum kelyapti. Erta gaplashamiz bemalol. Charchamang. Xo'p, mayli, yaxshi tomon. Mayli o'zingizdan. Oh my god. Chat, mani kodga chiqarmanglar. Bu yangi kanaldagi birinchi prank. O'zi ichimda o'tayotgan, o'zim bilyapman 200 kali kanal amne bo'lib ketgani uchun. Ну, prankda bu, tushunyapsizlarmi? Ba'zi birlar xafa bo'ladi, ba'zi birlar xursand bo'ladi. Hayt, men hech narsa xursand bo'laman. Hech yo'q qolsa, albatta shu yergacha ko'rganlar bo'lsa, bitta laykni bosib qo'yinglar va obuna bosib qo'yish. Обязательно esdan chiqmasin. Bu yangi kanal 100 mingtaga harakat. Inshaalloh shu yilda o'zida 100 mingta qilamiz. To'xtovsiz kontentlar chiqadi. Mana shu qiz bilan video olamizmi? Nima deysizlar? Ovozi normalni. Muomala tomonlama cho'tki, so'kinishlari yo'q, ortiqchalik gap yo'q. Normalniy, короче, bir hurmat qilgan odamni hurmat qiladigan qiz ekan deb o'ylayman. Mana shunaqa qizlar bo'lsa, mana shunaqa qizlar topishga harakat qilyapman, lekin kamdan kam chiqib qolyapti. Mana bitta chiqib qoldi. Endi qo'yib yuborish niyatim yo'q to'g'risi. Nima deysizlar? Kommentda o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Shu qiz bilan ko'proq video olamizmi? Ha, aytgancha, kommentda istalgan komment yozib qoldiringlar. Shu video ko'p emas jigarlar. Atiga 500 ta layk qilib beringlar. 500 ta layk bo'lsa, mana shu videoning kommentariyasidan bitta RPdan bitta obunachimga shunday tekinga tarqataman. Keyingi videoda g'olib aniqlanadi. Jigarlar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ajratgan vaqtinglar uchun addush rahmat. Mani kanal banga kirib turib ham podpishka qilayotganlar kattakon rahmat jigarlar. Ishonchinglar xudo xolasa oqlayman. Obuna va like обязательно esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan har doimgidek o'sha shaqa bo'ldi.